AQSh katta miqdorda beikki bombardimonchi samolyotlarga buyurtma berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 27 noyabr kuni amerikalik harbiylar oldidagi chiqishida Qo'shma Shtatlar katta miqdorda beikki Spirit Stealth bombardimonchi samolyotlariga buyurtma berganini e'lon qildi. Bu samolyotlar Northrop Grumman kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilib, ular yil boshida Eronning yadroviy obyektlariga zarba berish operatsiyasida muvaffaqiyatli qo'llanilgan edi. Beikki bombardimonchi samolyotlari Eronning yadroviy salohiyatini va ta'minotini butunlay yo'q qilgan. Biz bu texnikaga yana juda ko'p miqdorda buyurtma berdik. Buning sababi ular mutlaqo aql bovar qilmas darajada ajoyib va butunlay ko'rinmas, degan Donald Tramp. Mazkur samolyotlar 22-iyun kuni Eronga amalga oshirilgan hujumda qo'llanilgan edi. Taxminan 6 metr uzunlikdagi raketalar yer ostida chuqur joylashgan nishonlarni ham yo'q qilishga qodir. Rasman beikki Spirit nomi bilan tanilgan ushbu samolyot yoyilgan qanot shakliga ega. U ham an'anaviy ham yadro qurolini olib yurish imkoniyatiga ega bo'lib, stealth, ya'ni ko'rinmaslik texnologiyasi tufayli dushman havo mudofaa tizimlariga sezilmasdan kirib bora oladi. Bitta samolyotning o'rtacha narxi 2 milliard dollardan oshadi. Texnika og'irligi 18 tonna bo'lib, 1970-yillardan boshlab ishlab chiqarila boshlangan.